Azizlar, bir narsani sizlar bilan bo'lishmasam bo'lmaydi. Naradan menga juda ham ko'p narsalar kelgan. Ayniqsa mana shu taroqni to'g'risi vobshe yaxshi ko'rib qolganmiz. Oilaviy biz ishlatamiz. Hozir endi farzandlarim uchun ham zakaz qildim va bu yoqda choylari bor va mana bunday kollagellari bor. Kollagellarni ichishimiz kerak, chunki hozir bahor ayyomi, bahorda ichmasak bo'lmaydi. Xullas shokoladlari va bu choy, dieta choy o'rtoqlar. Hazm choyi, ya'ni ovqatlarni hazm qilib beradi. Zo'r choy. Yana bittasi bor edi, qizilini ko'rsatdim. Mana bunisi esa kuchliroq undan. Bunisi undan sal-pal kuchsizroq. Xullas, juda ham yaxshi narsa bo'ladi Yaponiya narsalari o'rtoqlar. Va biz sevgan mana bu kofilar kelgan. Bu narsalarni men nima uchun sizlar bilan bo'lishyapman? Chunki haqiqatan ham yaxshi, sifatli mahsulotlar jo'natadilar mana shu qiz Nara. Va ularga katta rahmat aytaman. Har doim o'zlari bilib jo'natadilar nimalar jo'natishi. Bunaqalari ham bor, xullas tuzlari bor. Tuz kerak o'rtoqlar, tuzlarda ham vannaga qilsa insonni salomatligiga juda ham yaxshi ta'sir qiladi. Yaxshi kayfiyat bag'ishlaydi. O'rtoqlar, shuning uchun har xil maskalar bor yuzlarga. Bahorda ayniqsa kerak bo'ladi o'rtoqlar. Shuning uchun biz shulardan foydalanamiz hozir. Ichish pastasi mana bunga vobshe gap yo'q va SPF-lari ham yaxshi bilan. Xullas, eng yaxshi narsalarni faqatgina sizlar bilan bo'lishaman. O'zi bu qizga unaqa reklama kerak emas, chunki o'zlarining klientlari juda ham ko'p. Men faqatgina yaxshi narsalar bo'lgani uchun sizlar bilan bo'lishdim. Haqiqatan ham zo'r o'rtoqlar, olinglar.